Audio kitob. San'at Gulshani ovoz yozish studiyasining mahsuloti. Arab ertaklari. 1. Ming bir kecha. 45 kechalar. Toshkent, O'zbekiston 2015. Arabchadan Solih Mutallibov tarjimasi. She'rlarni Sobir Abdulla tarjima qilgan. Nashrga tayyorlovchi Abdulbori Ziyadov. Tarjimondan. Ertak og'zaki xalq ijodida benihoya muhim tarbiyaviy o'rin tutgan qo'shiq va laparlar, maqol va matallar kabi ko'hna adabiy janrlardan biri. Ertak yozma adabiyot taraqqiyotida katta xizmat qilgan. U yirik badiiy asarlar uchun manba bo'lgani kabi o'zi bevosita turmush faktlari asosida vujudga kelgan. Uning rang-barang mavzulari xalqlar hayotining turli ko'rinishlaridan va ularning hayot uchun olib borgan kurash usullaridan namunalar beradi. Ming bir kecha ertaklari uzoq o'tmishning ajoyib voqealarini yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlab beruvchi asardir. Bu asar o'zida aks etgan va yoritgan mavzularning ko'pligi rangorangligi bilan ham jahon adabiyoti miqyosida alohida o'rin olgan, dunyo xalqlari orasida shuhrat qozongan. Asar o'zining yozilish uslubi jihatidan ham diqqatga sazovordir. U asosan nasrda yozilib, she'riy parchalar ham ora-sira uchraydi. Bu parchalar ertak mazmunini to'ldiradi, unga yoqimlilik bag'ishlaydi, uning ta'sir kuchini oshiradi. Bu she'riy parchalar asar syujeti bilan uzviy bog'liqdir. Afsuski, asardagi she'riy parchalar ko'p nusxalarda har xil o'zgarishlarga uchragan. Ba'zi nusxalarda tushirib qoldirilgan. O'zbek tiliga qilingan avvalgi tarjimalarda ham aynan shu holni ko'rishimiz mumkin. Ming bir kecha ertaklarining qayerda va qachon yozilgani noaniq. Eng ishonchli va puxta manba Kashfuzzunun muallifi Kotib Chalapi faqat Alif Laylo va Laylo degan ismni ko'rsatish bilangina cheklangan. Kashfuzzunun 1-kitob 139-bet. Asarning o'zidan ham bu haqda aniq bir ma'lumot olish qiyin. Asarda ko'rsatilishicha voqea Sosoniylar davlatida yuz bergan. Sosoniylar esa 226-652 yillarda Eronda hukm surgan edi. Ming bir kechaning qachon yozilgani aniq bo'lmasa ham, uning qadim davrlardayoq yuzaga kelgani aniq. Asarning ahamiyati ham ana shu qadimgi davrlar voqeligini, hayot fojialarini, xalq boshidan kechirgan og'ir kulfat va alamlarni, hatto o'sha davr hayoti uchun mudhish hisoblangan dev va jin afsonalari hamda boshqa voqealardan namunalar berishdadir. Shuningdek, dastlab asarning qaysi tilda yozilgani haqida ham turlicha fikrlar mavjud. Ba'zilar asardagi bosh qahramonlar Shahrizod, Shahriyor ismlari forscha ekani va boshqa dalillarga ko'ra asar aslida forscha ekanini, u forschada Hazor afsona, ya'ni Ming ertak asarining arab tiliga qilingan tarjimasi asosida yuzaga kelgan deb da'vo qilsalar, ba'zilar Ming bir kecha ertaklaridagi ko'pchilik voqealar arablar xalifasi Xorun ar-Rashid ismi bilan bog'lanishi va boshqa dalillar bilan uning asli arab tilida yozilgan deb da'vo qiladilar. Har holda masalaning bu tomoni yana ko'p hujjatlar asosida tekshirishga bog'liq bo'lgan kelajak ishidir. Chunki asarning dastlabki variantini aniqlash uchun bu kungacha olib borilgan tadqiqotlar yetarli emas albatta. Ming bir kechada tasvirlangan voqealar tarixiy taraqqiyot sharoitida o'tagan bir qancha xalqlar uchun umumiydir.
Chunki unda feodal va savdo kapitali davri va u davrlardagi voqealar, mehnatkash ommaning kechirgan fojialik hayoti, yuqori tabaqalarning mehnatkash ommaga munosabati, saroy doirasidagi mudhish voqealar tasvirlangan. Bu tarix ko'pchilik sharq xalqlari uchun ham umumiydir. Bu xalqlarning har biri ham u tahlikali kunlarni o'z tarixidan osongina topa oladi. Asarning barcha madaniy xalqlar tillariga tarjima qilinishi va har bir xalqda sevilib o'qilishining siri ham shundadir. Ming bir kechada o'tmishdagi shohlar saroyidagi dahshatli voqealar, insoniylik huquqidan mahrum qilingan qullar, cho'rilar, joriyalarning ayanchli ahvoli, oddiy xalqning og'ir azob uqubatlari, yuqori tabaqaning razolatlari to'la tasvirlab berilgan. Ming bir kecha birinchi marta shoir Sidqiy Xondayliqiy tomonidan fors tilidan o'zbek tiliga tarjima qilinib, Toshkentda nashr etilgan. Bu tarjimada bir qancha o'zgarish va o'rinsiz qisqartirishlarga yo'l qo'yilgan. Bu asar ikkinchi qayta Ahror Maxzum tomonidan arabchadan o'zbek tiliga tarjima qilinib, Toshkentda bosib chiqarilgan edi. Bu tarjima avvalgisiga nisbatan ancha muvaffaqiyatli bo'lsa-da, unda ham tarjima qoidasiga rioya qilmaslik kabi muhim nuqson bor. Biz o'z tarjimamizda Misrda qayta nashr qilingan eng to'liq nusxaga asoslandik va uni to'la saqlashga intildik. Faqat ayrim iboralarning biroz pardali bo'lishiga e'tibor berdik. Solih Mutallibov. Shahriyor va Shohi Zamon hikoyasi. O'tganlarning boshdan kechirgan kunlari, hayotlari, har qanday hodisa, voqealari kelajak avlod uchun ulug' tajriba va buyuk ibrat bo'ldi. O'tmishning ana shunday ibratli meroslaridan biri Ming bir kecha hikoyalaridir. Podshoh Shahriyor va uning birodari Shohi Zamonlarning otasi Hindu-Chin orollarining podshohi bo'lib, o'zi Sosoniylar avlodidan edi. Uning hisobsiz askarlari, xizmatchilari, dabdabali saroylari va 2 o'g'li bor edi. Har ikkisi ham ziyrak va bahodir yigitlar edi. Kattasi Shahriyor kichigidan ko'ra yetuk va hushyor bo'lib, u hukm surgan mamlakat obod edi. Kichigining ismi Shohi Zamon bo'lib, u Samarqandda hukmdorlik qilardi. Har ikki aka-uka o'z mamlakatlarida adolat bilan ish ko'rib, shod va xurram yashar edilar. 20 yillar chamasi ahvol shunday kechdi. Shahriyor ukasi Shohi Zamonni sog'indi. Bir kun vazirini chaqirdi-da, ukasi Shohi Zamonning mamlakatiga borib, uni olib kelishni buyurdi. Vazir buyruqni jonu dil bilan qabul qildi. Yo'lga chiqib, eson-omon Shohi Zamon huzuriga yetib bordi. Og'asi Shahriyorning salomini yetkazib, uni juda sog'ingani, ko'rishga intizor ekani, iloji bo'lsa birga olib ketish uchun kelganini so'zladi. Shohi Zamon xursand bo'lib, safar jabdug'ini hozirlay boshladi. Chodirlari, tuyalari va xachirlarini tayyorlatdi. Bir qancha xizmatchi va maslahatdoshlarini birga borishga taklif qildi. Mamlakatni idora qilib turish uchun o'z o'rniga vazirini tayinlab, akasining mamlakatiga qarab ravona bo'ldi. Yo'lda keta turib, uyda kerakli bir narsasini unutib qoldirgani yodiga tushdi-yu, orqasiga qaytdi. Yarim kechada saroyga yetib kelib, ichkari kirib qarasa, xotini to'shakda bir bedavo qul bilan birga yotibdi. Ko'ziga dunyo qorong'u bo'ldi. O'z-o'ziga, men uzoqlashmay turib ahvol shunday bo'lsa, akam yurtida turib qolsam, bu xiyonatkor xotin nima ishlar qilar ekan, deb o'yladi-da, jahliga chidolmay, qilichini qinidan sug'urib, har ikkalasini ham yotgan yerida saranjom qildi.
esdan chiqargan narsasini olib, shu zahotiyoq yana yo'lga tushdi. Bir necha kun yo'l yurib, akasining shahriga yetib keldi. Uning kelishi sharafiga akasi shaharni bezattirdi. Ukasini kutib olgani mulozimlari bilan peshvoz chiqdi. Aka-uka sevinch bilan ko'rishib, hol ahvol so'rashdilar. Maxsus bezatilgan uyda shodlik majlisi qurdilar. Akasi Shahriyor ukasidan oilaviy holi va mamlakat ahvolidan so'ray boshladi. Shu payt Shohizamon xotini haqidagi voqeani eslab rangi o'chdi, qoni qochdi. Butunlay kutilmagan bir vaziyatga tushdi. Bu holni sezgan akasi o'zicha balki mamlakatidan uzoqlashgani uchun shunday holga tushgandir deb savollarni to'xtatdi. Ukasini dam olib tinchishga undadi. Lekin Shahriyor ertasiga ham ukasining rangida o'zgarish sezmadi. Balki uning rangida kechagidan ham og'irroq siniqish va iztirob izlarini ko'rib, buning sababini so'radi. Shohizamon voqeani sir tutib hech narsa demadi. Ichimda kichik bir jarohat bor deb bahona qildi. Akasi, birga ovga chiqaylik, zora ko'ngling ochilib tuzalsang desa, Shohizamon bu taklifni ham rad qildi. Akasi ovga ketib, Shohizamon saroyda yolg'iz qoldi. U turgan uyda akasining bog'chasiga qaragan deraza bor edi. Qarasa, qasr eshigidan 20 ta qul bilan 20 ta kanizak, ular o'rtasida Shahriyorning xotini Malika bezanib, husnga to'lib chiqishayotgan emish. Ular hovuz bo'yiga kelishib, kiyimlarini yechishdi-da, birgalashib o'tirishdi. Shundan so'ng shohning xotini: "Hay Mas'ud" deb chaqirganida, "Labbay malikam" deb bir qora qul yugurib keldi-yu, Malika bilan quchoqlasha ketdi. Boshqa qullar ham kanizaklar bilan juft bo'lib qovushdilar. Har kim o'z jufti bilan kechgacha maishatda bo'ldi. Buni ko'rgach, Shohizamon o'ziga taskin bera boshladi. Boshidan kechirgan voqea bundan yengil ekanini eslab, g'azabi so'ndi. Dardi yengillashib, rangiga qon yugura boshladi. Chehrasi ochildi, ishtaha bilan ovqatlana boshladi. Akasi ovdan qaytdi, so'rashdilar. Shahriyor ukasidagi bu o'zgarishni sezib, undan so'radi. "Bungacha ranging siniq, diling siqiq, tabiating mungli edi. Hozir aksincha, ahvolingda katta o'zgarish bor. Shu 1-2 kun ichida tamoman oldingi holingga qaytibsan. Sababi nima?" Rangimning sarg'ayishi sababini aytayu, lekin o'z holiga qaytish sababini aytishga ojizman, dedi Shohizamon. "Bo'lmasa", dedi Shahriyor, "avval rangingning sarg'ayish sababini so'zla eshitay." Shohizamon voqeani so'zlay boshladi. "Vaziringiz huzurimga borgach, juda sevinib safarga chiqdim. Anchagina yo'l yurdik. Sizga atalgan tortiqni saroyda unutgan ekanman. Orqamga qaytdim. Yarim kechada yetib borib, xotinimning bir qora qul bilan birga yotganini ko'rib qoldim. Har ikkisining ham boshini olib, yana yo'lga tushdim. Shu ahvolda huzuringizga yetib keldim. Rangimning sarg'ayish sababi shu, ammo o'z holimga qaytish sababini aytmaganim yaxshiroq, deb so'zni to'xtatdi Shohizamon. Lekin Shahriyor uni zo'rladi, aytishga majbur etdi. Shohizamon akasi ovga ketganda ro'y bergan voqeani aytdi. 20 ta kanizak bilan 20 ta qul akasining uyidan chiqib, hovuz bo'yiga kelganlari, akasining xotini Mas'ud ismli bir qora qulni chaqirib qilgan sharmandagarchiligi, boshqa kanizaklarning ham qullar bilan qilgan ayshu ishratlarni birma-bir so'zladi. Akasi g'azablandi, ko'zlaridan o't chaqnadi, lekin nima uchundir bu holni o'z ko'zi bilan ko'rmoq istadi.
Bo'lmasa, dedi Shohizamon akasiga, siz bir necha kunlik ovga chiqishingiz haqida ovoza tarqatib, o'zingiz men turgan uyda berkinib qolsangiz, bu holni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Yaxshi, dedi akasi. Shahriyor darrov ovga hozirlik ko'ra boshladi. Askarlar bilan ov uchun zarur bo'lgan narsalarni shahar tashqarisiga chiqarishga buyurib, o'zi ham shahardan chiqdi. Chodirga kirib, darvozabonga hech kimni kiritmaslikni buyurdi. Keyin o'zi kiyimini o'zgartirib, saroyga, ukasi o'tirgan uyga yashirincha kirib, derazadan bog'chani kuzata boshladi. Oradan ko'p vaqt o'tmay birdan kanizlar, qullar, keyin malika eshikdan chiqishdi. Kechgacha aynan Shohizamon aytgancha maishat qilishdi. Voqeani ko'rgan Shahriyor aqldan ozayozdi. "Tur", dedi Shahriyor ukasi Shohizamonga. "Bu hollar boshiga tushgan kishilarni uchratib, ko'nglimizni sovutmaguncha bizga shohlik hojat emas. Bunday hayotdan bizga o'lim yaxshiroq." Aka-uka saroydagi yashirin eshikdan hech kimga bildirmay chiqib ketdilar. Ko'pgina yurib, Sho'r daryo qirg'og'idagi o'tloq o'rtasida o'sgan bir daraxt tagiga borib yetdilar. Daraxt tagidagi buloqdan suv ichdilar. Tushga yaqin vaqt edi. Daryo to'lqinlana boshladi. To'lqin orasidan bo'yi osmonga yetadigan vahimali qora ustunga o'xshash bir narsa paydo bo'ldi-yu, ular o'tirgan o'tloq tomonga qarab kelaverdi. Uni ko'rish bilanoq aka-uka qo'rqqanlardan apil-tapil o'rinlaridan turib, daraxt tepasiga chiqib oldilar-da, qanday voqea yuz berishini kutib turdilar. Gumon qilganlari boshida sandig'i bor, bo'yi nihoyatda uzun, boshi katta, ko'kraklari keng, bahaybat bir dev edi. U qirg'oqqa chiqqach, daraxt yoniga kelib o'tirdi. Sandiqni ochganida ichidan bir quti chiqdi. Qutining ichidan esa qomatlari kelishgan, juda ham chiroyli bir qiz chiqdi. Bu haqda shoir shunday degan ekan: "Qorong'i kechani kunduz qilur nigoh etsa, jamoli tobishidan tong otib munavvar o'lur. Niqobini yuzidan olsa, partavi yetsa, uning bu partaviydan oftob jiloga to'lur. Karam chaqillari gar ko'kda yarq etib ketsa, ko'zimning yoshlari yomg'ir misolida to'kilur." Dev qizga qarab, "Ey hur, endi men biroz uxlab olay", dedi-da qizning tizzasiga bosh qo'yib uyquga ketdi. Qiz boshini ko'tarib daraxt tepasiga qaraganida, ko'zi daraxt ustidagi aka-ukalarga tushdi. Qiz dev boshini tizzasidan olib yerga qo'ydi-da, o'rindan turib aka-ukalarga "Tushinglar, devdan qo'rqmanglar" degandek ishora qildi. Aka-uka qizdan o'z hollariga qo'yishni iltijo qildilar. Qiz: "Agar tushmasangiz devni uyg'otaman. U sizlarni qiynab o'ldiradi", dedi. Ular titrab, qaqshab qizning yoniga tushdilar. Qiz kiyimlarini yechib, ularning yoniga keldi-da, yaqinlashishni buyurdi. Ular bosh tortdilar. Qiz esa "Devni uyg'otaman, bekorga sizlarni o'ldiradi", deb qo'rqitdi. Shahriyor qo'rquv ichida ukasiga: "Ey Shohizamon, qizning taklifini qabul qil", dedi. "Siz yaqinlashmaguncha men yaqinlashmayman", dedi Shohizamon. Aka-uka sarosimada bir-birlariga qarashib hayratda turishar edi. "Ko'z qisishayotganlaringizni ham ko'rib turibman. Agar taklifimni bajarmasanglar devni uyg'otaman", deb baqirdi qiz. Aka-uka qo'rqqanlaridan qizning yoniga kelishib, birin-ketin uning iltimosini bajardilar. Shundan keyin qiz yonidan 570 ta uzuk bog'langan bir ipak bog'ich oldi. "Buni bilasizlarmi?" deb so'radi ulardan qiz.
Ular bilmaymiz deb javob berishdi. Keyin qiz ularga tushuntira boshladi. Bu uzuklarning egalari xuddi sizga o'xshash dev qoshida men bilan aloqa qilib xotira uchun bittadan uzuk hadya qilganlar. Sizlar ham bittadan uzuk berishlaringiz kerak. Bular ham qo'llaridan bittadan uzuk chiqarib berdilar. Qiz so'z boshladi. Bu dev meni nikoh kechasi olib qochdi. Qutiga solib sandiqqa joyladi. Sandiqqa 7 ta qulf solib mavj urib oqayotgan daryoga tashladi. Ammo u bizning turli yo'llar bilan istagan maqsadimizga erisha olishimizni anglagani yo'q. Shoirlardan biri aytganicha, xotinlar lafziga aslo ishonma, ularning va'dasi puch yong'oq kabi, sirtqi chiroyiga uchmayu yonma, vafosizlik erur uning matlabi. Ko'ngli boshqa bilan chehrada kulgi, seni o'z ishqiga chorlar hamisha. Senga qosh qoqishning ma'nosi shulki, qasdingda qilishni qilmoqda pesha. Unga oshiq bo'lgan sen emas tanho, aytilgan so'zlarni ko'plar eshitmish. Bunga misol bo'lur Yusuf Zulayho, xotinlar makrda shunday zo'r emish. Momo havo uchun quvuldi shayton, u edi farishta, so'ng bo'ldi mardud. Ko'plar shunday bo'lmish rasvoyi jahon, sen ham rasvo bo'lmay boshqa yo'lni tut. Bu to'g'rida boshqa bir shoir shunday deb yozadi. Ishqimni ta'na etma menga, kayfu gashti bor. Ishq o'zga holat tug'dirar, baxsh etar mador. So'nmas bu o'tda yonmoq uchun mard bo'lish kerak. Ko'pdir xotinlar fitnasi, ber shunga e'tibor. Shundan salomat qolsa kishi bu taajjub ish, kimdirki ishq saydiga tushmas u baxtiyor. Aka-uka shohlar qizdan bu so'zlarni eshitgach juda ajablandilar. Ular bir-birlariga ana dev, uning holi biznikidan battarroq ekan. Bunday hodisa ehtimol hech kimning boshiga tushmagandir deyishdi. Shundan keyin ular yo'lga tushib shaharga qaytib keldilar. Shahriyor o'z saroyiga kirib, xotinining ham, kanizaklarining ham, qullarining ham boshlarini tanalaridan judo qildi. Shu hodisadan keyin Shahriyor har kecha bir qizga uylanib, ertasiga uni o'ldiradigan bo'ldi. Bu ahvoldan xabardor bo'lgan xalq qizlarini boshqa yurtlarga qochira boshladilar. Nihoyat oradan 3 yil o'tmay mamlakatda qiz zoti qolmadi. Shoh odatdagicha vazirga qiz topib kelishni buyurdi. Vazir mo'ljaldagi joylarning hammasiga bordi-yu, lekin qiz topa olmadi. Oxiri g'amgin bo'lib o'z uyiga qaytdi. Vazirning 2 qizi bor edi. Har ikkisi ham husn bobida zamonasining ko'rki edi. Kattasining ismi Shahrzod, kichiginiki esa Dunyozod edi. Kattasi hamma tarixiy asarlarni puxta o'rgangan, ertak kitoblarning hammasini xatosiz ko'zdan kechirgan edi. Hatto uning qo'lida minglab adabiy tarixiy asarlar to'plangan edi. Qiz otasini ma'yus ko'rgach ahvol so'radi. Qayg'uga bardosh bermoq lozim deb ushbu she'rni o'qidi. Qayg'ulilarga bu g'am o'tkinchidir deb qil xabar, chunki shodlik bitganidek qayg'u ham bir dam o'tar. Qizning so'zini eshitgach otasi shoh sarguzashtini boshdan oyoq so'zladi. Qiz otasidan o'zini shohga erga berilishini o'tinib so'radi. Yo barcha qizlarni halokatdan qutqazishga sababchi bo'lib, shoh bilan umrbod hayot qurarman, yoki butun xalq qizlari qatori men ham shoh qilichi ostida halok bo'larman, dedi. Vazir qizining bu fikrdan qaytishini iltimos qildi, lekin qiz o'z fikrida mahkam turib oldi. Dehqon, eshak va ho'kiz hodisasi senda ham yuz bermasa deb qo'rqaman.
dedi otasi. U qanday hodisa ekan, deb so'radi Shahrizod. Vazir so'z boshladi. Ho'kiz, eshak va boy dehqon hikoyasi. Ko'p mol davlatga ega bo'lgan bir boy bor ekan. U xotin, bola chaqalari bilan qishloqda yashar, hayvon va qushlar tilini bilar ekan. Uning bir ho'kiz va bir eshagi bor ekan. Bir kun ho'kiz eshakning yotar joylarini aylanibdi. Qarasa, eshak turadigan joyga suv sepilgan va supurilgan bo'lib, oxirida elangan arpa, somon ortib yotganmish. Eshak bo'lsa tinchgina dam olayotganmish. Ba'zan xo'jayin bir yerga boradigan bo'lsagina o'zi minar, yana o'z joyiga keltirib bog'lab qo'yar ekan. Eshakning bu rohatiga ho'kizning havasi kelib, o'z holiga achinibdi. Boy bir kun quloq solsa, ho'kiz eshakka shunday deyotgan emish. Bu qanday gap? Sening rohating uchun men mehnat qilaman. Sen elangan arpalarni yeb rohatlanib yotasan. Yana seni yuvib tarab ham qo'yishadi. Seni goho xo'jayin minib keladi xolos. Men bo'lsam ertadan kechgacha yer haydagan. Seni ishga olib chiqish uchun bo'yningga bo'yinturuq solganlarida, debdi shunda eshak. Yerga yotib ol, o'rningdan turma. Zo'rlab urib turg'izsalar ham qaytadan yotib ol. Shunda seni ishlatishmaydi. Yaxshi qarab, yaxshi yemlar keltirib berishadi. Lekin sen o'zingni kasallikka solib, ovqatlarga ham qarama. 1-2 kun yem va suvdan o'zingni tort. Shunday qilsang, qiyinchilikdan qutulasan. Kechqurun molboqar xashak olib kelganda ho'kiz ozgina yebdi. Tong otgach, molboqar ho'kizni ishga olib ketish uchun kirib, uning kasalligini darrov sezibdi. Molboqar ahvolni xo'jayiniga bayon qilibdi. Xo'jayin bugun yerni eshak bilan haydashni buyuribdi. Molboqar darrov eshakni yetaklabdi. Kun bo'yi ho'kiz o'rniga eshakni ishlatibdi. Kechqurun eshak ishdan qaytgach, ho'kiz eshakka o'z rohati haqida so'zlab, foydali maslahati uchun unga minnatdorchilik bildiribdi. Eshak ho'kizga bergan maslahati uchun pushaymon qilgan bo'lsa ham, lom-mim demabdi. Ertasiga erta bilan yana molboqar kelib, eshakni yetaklab qolibdi. Kechgacha eshak bilan yer haydabdi. Kechqurun eshak holdan toyib qaytibdi. Hatto qimirlashga ham madori qolmabdi. Ho'kiz yana kechagidek eshakka minnatdorlik bildiribdi. Tinchgina yotgan edim, deb o'ylabdi eshak. Ortiqcha gapim o'zimga zarar bo'ldi. Keyin u ho'kizga qarab debdi: Yaxshi bilasanki, men doim samimiy maslahat beraman. Bugun sening haqingda boyning fikrini eshitdim. U molboqarga agar ho'kiz ertaga ham o'rnidan turmasa, qassobga topshir, so'ysin, terisini shilib, po'stak qilsin deb buyurdi. Shunga qarab ish qilmasang holingga voy. Ho'kiz eshakning bu so'zini eshitib qayg'uga botibdi. Ertaga ishga boraveraman debdi-da, oxirdagi yem xashaklarni yeb bitiribdi. Hatto oxirini yalab ham qo'yibdi. Boy bularning gaplarini eshitib turgan ekan. Tong otgach, xotini bilan molxona hovlisiga kelibdi. Qo'shchi ho'kizni tashqariga olib chiqibdi. Ho'kiz xo'jayinni ko'rgach pishqiribdi, dumlarini ko'tarib, qadamlarini tezlatibdi. Boy qotib kulibdi. Xotini undan kulish sababini so'rabdi. Boy: bir hodisaning guvohi bo'ldim, shunga kulayotirman. Lekin uni senga aytishga qodir emasman. Aytsam o'laman, debdi. O'lsang ham aytasan, debdi xotin eriga. Bu sirni ayta olmayman, o'limdan qo'rqaman, debdi. Boy yana ta'kidlab. Yo'q, debdi xotini achchiqlanib. Sen mendan kulayotibsan. Ularning munozaralari ancha cho'zilibdi. Hatto masala shungacha borib yetibdiki, boy qozi bilan bir necha guvohlar chaqirib,
vasiyat qilgandan keyin sirni aytmoqchi bo'libdi. Xotini o'z amakisining qizi bo'lib, boy uni juda yaxshi ko'rar ekan. Nihoyat u qarindosh urug', qo'ni qo'shnilarni va mahalladagi tanish bilishlarni chaqirtirib, xotini bilan oralarida bo'lib o'tgan mojaroni ularga so'zlabdi. Sirni biror kishiga aytganidan keyin o'lajagini tushuntiribdi. To'plangan kishilar hammasi xotindan o'z talabidan qaytishini so'rabdilar. Axir qadrdon eringdan ayrilishga, o'z bolalaringni yetim qoldirishga qanday rozi bo'lasan deyishibdi. O'lsam ham qaytmayman deb o'jarlik qilib turib olibdi xotin. Hamma sukut qilishga majbur bo'libdi. Boy o'rindan turibdi-da, tahorat qilish uchun molxonaga kiribdi. Uning bir xo'rozi, 50 ta tovug'i, iti va bir necha qora moli bor ekan. Xo'jayin quloq solsa it xo'rozga: "Xo'jayin o'lim oldida-yu sen shodlanayotibsan" deb ta'na qilayotgan emish. Xo'roz hayron qolib voqeani so'rabdi. It xo'rozga xo'jayinning boshiga tushgan tashvishni aytib beribdi. "Xudo haqqi", debdi xo'roz. "Xo'jayinning ham aqli kam ekan. Bitta xotinni ham eplolmaydi-ya. Mening esa 50 ta xotinim bor. Hammasiga ham gah desam qo'limga qo'nadi. Biriga qattiq gapiraman, birini erkalataman, ish qilib tinch umr o'tkazaman. Boyning o'rnida bo'lsam", debdi xo'roz so'zida davom etib, "xotinimni hujraga olib kirardim-da, xivich bilan o'lgudek urardim. Yo o'lardi, yo bunday masalani so'ramaslikka ont ichib tavba qilardi." Boy bu so'zni eshitishi bilanoq xivich izlab qolibdi. Vazir so'zini to'xtatib qiziga: "Sening boshingga ham shu xotin ustiga tushgan kulfat tushmasa edi", dedi. "Qanday kulfat?" dedi qiz otasiga qarab. Otasi davom etib dedi: "Boy tut xivichlari kesib tayyorlabdi-da, hujraga kirib xotinini chaqiribdi. Hujraga kir", debdi boy. "Sirni senga o'sha yerda aytaman, hech kim ko'rmasin. Keyin men o'laman", debdi. Xotini hujraga kirgach, boy eshikni qulflab olib, xotinini savalay boshlabdi. Oradan ko'p o'tmay xotin holdan toyibdi-da, erining qo'l oyog'ini o'pib yalina boshlabdi. Eri urushdan to'xtabdi. Ikkovlari ham tinchlanib tashqariga chiqibdilar. To'planganlar shodlanishibdi. Lekin Shahrizodga otasining so'zlari ta'sir etmadi. U o'z fikridan qaytmasligini aytdi. Otasi noiloj qizni kiyintirib, shoh saroyi tomonga yo'l oldi. Ketar ekan Shahrizod singlisi Dunyozodga shunday deb uqtirdi: "Men shoh oldiga borgach seni yo'qlataman. Sen borib shoh oldida mendan qiziq ertak aytib berishimni iltimos qil. Keyin men ertak boshlayman. Xudo xohlasa shu yo'l bilan qutulamiz." Vazir o'z qizi bilan shoh huzuriga kirdi. Shoh qizni ko'rib shodlandi. U qizni bag'riga tortmoqchi bo'lganida qiz yig'ladi. "Nega yig'laysan?" deb so'radi shoh qizdan. "Ulug' shohim", dedi qiz. "Bir kichik singlim bor. Shu bilan vidolashishni istayman." Shoh kishi yubordi. Singlisi keldi. Opasi bilan quchoqlashib ko'rishdi-da, taxt yoniga o'tirdi. O'tirib so'zlasha boshladilar. Keyin singlisi Shahrizodga qarab: "Uyqusiz kechani qisqartirish uchun biror qiziq ertak aytib bering", dedi. "Jonim bilan", dedi Shahrizod. "Agar ulug' shohim ruxsat etsalar aytayin." Ikkinchi trek. Birinchi kecha. Boy bilan jin hikoyasi. Qadim zamonda bir boy bo'lib, mol va mulki haddan ortiq ekan. Boshqa shaharlarda ham uning do'konlari bo'lgan ekan. Bir kun u nasiyalarini undirish uchun g'arb tomonga safar qilibdi. Yozning issiq kunlari ekan. Havoning issiqligi qattiq ta'sir qilib, biroz dam olish niyatida bir daraxt tagiga kelib o'tiribdi. Xaltasidan xurmo bilan bir burda non olib yetdi. Xurmoni yeb, urug'ini
bir chetga otgan zamonoq qilich yalang'ochlagan bahaybat bir jin paydo bo'libdi. U boyning yoniga kelib, "Bolamni o'ldirding. Men ham seni xuddi shunday o'ldirishim kerak", deb do'q ura boshlabdi. "Bolangni qachon o'ldirdim?" deb so'rabdi boy. Jin javob berib debdi: "Xurmoni yeb, urug'ini otganingda bolamning ko'kragiga kelib tegdi. Shu ondayoq u til tortmay o'ldi." "Quloq sol, hoy jin", debdi boy. "Mening kishilardan qarzim, ancha-muncha mollarim ham bor. Xotin bola chaqalarim, yana muhim oldi berdilarim bor. Menga muhlat ber, o'z shahrimga boray, har kimlarning haqlarini o'zlariga topshiray, boshqa ishlarimni bitirib so'ng qaytay, nima qilsang qilarsan." Jin qabul qilibdi. Boy yo'lga tushib uyiga yetib boribdi. Yil oxirigacha bola chaqasi oldida turib hamma ishlarni bitiribdi. Boshiga tushgan hodisani bolalariga, xotiniga aytibdi. Kelgusi ishlar to'g'risida ularga vasiyat qilibdi. Keyin kafanini qo'ltig'iga olibdi-da, bolalari, xotini, qo'ni-qo'shnilari va qavm-qarindoshlari bilan vidolashib, bo'yniga sirtmoq solib sudragandek yo'lga chiqibdi. Hamma yoqni qiy-chuv yig'i bosibdi. Boy va'da qilgan joyiga yetib boribdi. Shu kuni yangi yil kiradigan kun ekan. Boy o'tirib yig'labdi. Shu vaqt oppoq soqolli bir chol paydo bo'libdi. Uning yonida zanjirga bog'langan ohu ham bor ekan. Chol boyga salom berib, jinlar makonida ne sababdan yolg'iz o'tirganini so'rabdi. Boy jin bilan bo'lgan voqeani so'zlab beribdi. Chol hayratga tushibdi. "Birodar", debdi u boyga xitob qilib, "Balli, bu sarguzasht igna bilan ko'zga yozarlik ibratomiz ekan. Endi men ne voqea ro'y berishini o'z ko'zim bilan ko'rmaguncha bu yerdan siljimayman." Chol boyning yoniga o'tiribdi. Boy bilan nimalarnidir so'zlasha boshlabdi. Borgan sari boyning xavfi ortar, poyonsiz xayollarga cho'mar, tashvish va qayg'usi ziyoda bo'lar emish. Shu vaqt ikki it yetaklagan ikkinchi mo'ysafid paydo bo'libdi. Itlari bo'riga o'xshash bahaybat ekan. U ham salomlashibdi-da, bu jinlar makonida o'tirishlarining sababini so'rabdi. Har ikkovi ham voqeani boshdan oyoq so'zlabdilar. Bular so'zni tamomlamay turib, uchinchi bir xachirli chol yetib kelibdi. U ham salom berib, ularning bu yerda ne sababdan o'tirganlarini so'rabdi. Voqeani boshdan oyoq aytibdilar. Shu orada birdan to'zon ko'tarilibdi. G'oyat dahshatli qora ustin namoyon bo'libdi. Chang ichida qilich yalang'ochlagan boyagi jin chiqib kelibdi. Ko'zlaridan o't chaqnagan jin boyga tikilgan holda o'tirganlar tomon kelibdi. "Sen ko'zimning nuri, hayotim g'ururi, so'nggi bolamdan ayirding. Men ham seni shunday qilib o'ldiraman", deb boyning qo'lidan tortibdi jin. Boy faryod qilibdi. Chollar ham yig'lay boshlabdilar. Birinchi kelgan ohuli chol o'rnidan qo'zg'alibdi-da, jinning qo'lini o'pib shunday debdi: "Ey jinlar podshohi, agar gunohkorning 3dan 1 qonidan kechsang, mana bu ohu haqida hikoyani so'zlab berar edim. Hikoyam tahsinga sazovor bo'lmasa, ixtiyor o'zingda." "Durust", debdi jin. "Agar ajib hikoya so'zlasang, menga yoqsa 3dan 1 qonidan kechaman." Ohuli chol hikoyasi. "Ey jin", debdi chol so'z boshlab. "Bu ohu mening o'z qonim, o'z suyagim, amakimning qizi edi. Yoshligida men bunga uylandim. 30 yil chamasi birga umr kechirdik, lekin bola ko'rmadik. Ikkinchi bir qizga uylangan edim, to'lgan oydek bir bola tug'di. Qosh ko'zlarini, qaddi qomatini kishi maqtashdan ojiz. Asta-sekin katta bo'lib 15 yoshga to'ldi. Shu vaqtlarda men ko'p mol bilan o'zga bir shaharga ketdim. Amakimning qizi yoshligidan sehrgarlik, jodugarlikdan ta'lim olgan ekan.
men ketgach sehr qilib o'g'limni buzoq va onasini sigir suratiga kirgizib, ikkovini podaga qo'shib yuboribdi. Men safardan kech qaytdim. O'g'limni, uning onasini so'radim. Xotining o'ldi. O'g'ling qochib ketgan. Qayoqqa ketganini bilmayman, dedi amakimning qizi. Alamli ko'z yoshlarim bilan bir yilni o'tkazdim. Qurbon hayiti keldi. Cho'ponga qurbonlik uchun mollar orasidan bir semiz qoramol tanlab keltirishni buyurdim. Cho'pon semiz bir sigir keltirdi. Etagimni belimga qistirib, yengimni shimardim-da, qo'lga pichoq olib so'yishga hozirlandim. Sigir bo'kirib yig'lay boshladi. Toqat qilolmay harakatdan to'xtadim. Cho'ponga sigirni so'yib, terisini shilishni buyurdim. U bo'g'izladi, terisini shildi. Unda teri bilan so'ngakdan boshqa na go'sht, na yog' bor edi. So'yilganiga pushaymon bo'ldim. Biroq vaqt o'tgan, pushaymon foydasiz edi. Uni cho'ponga berib, semiz bir buzoq keltirishni buyurdim. Cho'pon sehrlanib, buzoqqa aylangan o'g'limni keltirdi. Buzoq meni ko'rishi bilanoq arqonni uzib men tomonga chopdi. Zorlanganday tipirchilab menga suykalar edi. Rahmim kelib, bo'shatishga buyurdim. Cho'ponni boshqa bir sigir keltirishga yubordim. Qissa shu yerga yetganda tong otdi. Shahrizod hikoyani to'xtatdi. Qanday ajoyib, yoqimli hikoya ekan, dedi singlisi. Agar shoh karam qilsalar, salomat qolsam, dedi Shahrizod. Ertangi hikoyam bundan ham qiziqroq bo'ladi. Shoh o'zicha qolgan hikoyani eshitmaguncha o'ldirmayman deb hukm mahkamasiga chiqib ketdi. Vazir esa qiziga kafan hozirlab kelgan ekan. Har daqiqada biror fojiali xabar eshitishni kutar, qayg'ularga cho'mib ezilar edi. Shoh hukmga o'tirdi. Kimlarni ishdan haydab, kimlarni ishga tayinladi. Qabul to'xtagach, o'z qasriga kirdi. Vazir aniq bir xabar eshita olmay, dam shod, dam qayg'uli kunduzni tunga uladi. Ikkinchi kecha. Dunyozod opasidan boy bilan jin hikoyasining davomini so'radi. Shohim ruxsat etsalar, dedi Shahrizod. Jonim bilan boshlayman. Shoh boshlashga amr qildi. Shahrizod hikoyani davom ettirdi. Ey saodatli shoh, yeng shimarib, buzoqni so'ymoqchi bo'lgan edim, debdi ohuli chol. Buzoq tipirchilab bo'kira boshladi. Uning ovozi ham, harakati ham allaqanday tuyuldi. Hayajonga tushib, ixtiyorsiz pichoqni irg'itdim. Cho'ponni chaqirib, buni mollar orasiga qo'shib qo'yishni buyurdim. Jin bu ajib hikoyani zavq bilan tinglar edi. Ey jinlar podshohi, deb so'zida davom etdi ohuli chol. Amakimning qizi qayta uni so'yishga zo'rladi. Chunki u semiz buzoq edi. Biroq nima uchundir uni so'yishga jur'at qila olmadim. Ertasi uyda o'tirgan edim, birdan cho'pon hovliqib kelib, xushxabar keltirdim, dedi. Sevinch bilan quloq soldim. Cho'pon so'zlay boshladi. Mening bir qizim bor edi. U yoshligida yaqinimizdagi bir kampirdan jodugarlik hunarini o'rgangan edi. Kecha men buzoqni bu yerdan hovliga olib bordim. Qizim uni ko'rdi-da, allaqanday bir holatga tushdi. Oldin yig'ladi, so'ngra kulib, "Sizning qarshingizda ozgina bo'lsa ham qadrim yo'qmi?" dedi u. "Nega ustimga begona erkakni olib kirdingiz?" "Qani begona erkak? Nimaga oldin yig'lading-ku, so'ng kulding?" deb so'radim men. "Siz keltirgan bu buzoq xo'jayinimizning sehr qilingan arzanda o'g'li-ku. Uni ham, onasini ham boyning xotini sehr qilgan. Shunga kulgan edim. Yig'lashimning sababi onasi uchun, onasini otasi so'ygani uchundir", deb javob berdi qizim. Men benihoya ajablandim va tong yorishar-yorishmas sizga bildirish uchun shoshildim. "Buni eshitgach", debdi boy jinga qarab, "cho'pon bilan birga chiqdim. Lekin
Kamol shodligimdan cho'ponning uyiga yetguncha sharob ichmay mast bo'ldim. Uning uyiga yetdik. Cho'ponning qizi salom berib qo'limni o'pdi. Buzoq ham yonimga kelib suykaldi. Men qizdan bu buzoq to'g'risidagi gaplaring rostmi deb so'radim. Rost, dedi qiz. Bu buzoq sizning ko'rar ko'zingiz, hayot tomiringizdir. Men qizga, agar o'g'limni bu holdan qutqazsang, otang qo'lidagi butun mol seniki, dedim. Ey xo'jam, dedi qiz kulib. Menga mol kerak emas, ammo 2 shartim bor. Birinchisi, o'g'lingizni men bilan nikoh qilishga ruxsat etasiz. Ikkinchisi, bularni sehrlagan xotiningizning o'zini sehrlash uchun rozilik berasiz. Bo'lmasa, u bizni tinchitmaydi. Cho'pon qizining so'zini eshitgach, debdi boy jinga qarab. Hamma shartiga rozi bo'ldim. Yolg'iz otasining qo'lidagi emas, hamma borim uniki ekanini anglatdim. Javobni eshitgach, qiz qo'liga bir tos olib, suv to'ldirgach, allaqanday duolar o'qidi. Keyin buzoq ustiga borib, agar buzoq bo'lsang, o'z holingda qol, o'zgarma. Agar sehrlangan bo'lsang, oldingi holingga qayt, dedi-da, suvni buzoq ustiga sepdi. Buzoq bir seskandi-yu, odam shakliga kirdi. O'sha zahoti qizga iltijo qilib, amakimning qizi u bilan onasiga nimalar qilganini so'radim. U voqeani menga batafsil so'zladi. So'ng cho'pon qiziga o'g'limni uylantirdim. Cho'pon qizi amakimning qizini sehr bilan ohuga aylantirdi. Hikoya ajib ekan, dedi jin. 3dan 1 qonidan kechdim. Shu payt ikkinchi chol o'rindan turibdi. 2 itli chol hikoyasi. Mana bu 2 it, debdi u so'z boshlab. Men bilan tug'ishgan birodarlarim, men kenjaman. Otam o'lib bizga 3000 dinor pul qoldi. Uchovimiz 1000 dinordan bo'lishib oldik. Men savdo qilish uchun do'kon ochdim. Katta birodarim savdo qilish niyatida safarga jo'nadi. Hamrohlari bilan 1 yilcha daraksiz ketdi. Bir kun men do'konda o'tirgan edim, bir gadoy kelib xayr so'radi. Xudo bersin, dedim men. Meni tanimading, deb yig'lab yubordi u kishi. Qarasam, bedarak ketgan akam ekan. Darrov o'rnimdan turib salom berdim va do'konga olib kirib ahvol so'radim. Ko'rguligim ko'p ekan uka, hech narsam qolmadi. Ortiqcha gap befoyda, deb so'zni qisqa qildi akam. Uni hammomga olib bordim, yangi kiyimlar kiydirdim, ovqatlandik. Xafa bo'lma, dedim men unga. 1 yillik foydamni o'rtada bo'lamiz, dedim-da, hisoblab qarasam 2000 dinor foyda qilgan ekanman. Benihoya quvondim. Foydani teng bo'lib 1000 dinorni akamga berdim. U ham do'kon ochdi. Bir qancha vaqt shod xurram yashadik. Kunlardan bir kun akalarim yana safarni orzu qilib qolishdi. Birga borasan deb meni ham zo'rlashdi. Unamadim. Safardan nima foyda qilibsizki, meni ha deb qistaysiz, dedim. Ularni ham bu yo'ldan qaytardim. Shunday qilib, o'z do'konlarimizda oldi-sotdi bilan mashg'ul bo'ldik. 6 yil shunday o'tdi. Ular ko'p marta yo'lga otlandilar. Har safar ham men ularning takliflarini rad qilar edim. Nihoyat 6-yili borishga rozi bo'ldim. Lekin, dedim men ularga, pulimizning bir qismini ko'mib ketaylik. Bir hodisa yuz bergudek bo'lsa, yana ish qilish va och qolmaslik uchun tamaddi qilishimiz mumkin bo'lar. Bu maslahatni ular ham ma'qul topdilar. Pulni hisob qildik. 6000 dinor ekan. Yarmini yo'lga olib, qolgan yarmini yerga ko'mdik. Shundan keyin safar jihozlarini hozirlab, kemaga o'tirdik. 1 oy deganda mo'ljallagan shaharga yetib bordik. Birini 10ga sotdik, ishlarimizni bitirib qaytishga hozirlandik. Daryo labiga kelganimizda yirtiq yamoq kiyimlarga o'ralgan bir qizga yo'liqdik. Qiz qo'limni o'pib, menga biror muruvvat qilmaysizmi? Men ham qaytarishga qodirman, deb iltijo qildi. Men unga,
qaytarmasang ham ehson qilishga qudratim yetadi degan javobni berdim. Meni o'z nikohingga olib, shahringga olib ket. O'zimni senga bag'ishladim. Marhamating natijasini ko'rishing muqarrar. Mening bu ahvolimdan jirkanma, dedi qiz. Qizning so'zini eshitib rahmim keldi. Qalbimda unga nisbatan bir muhabbat paydo bo'ldi. Qizni nikohlab oldim. Qimmatbaho kiyimlar, zinatli o'rin jihozlari taqdim etdim. Uni hurmatladim, birga qaytdik. Borgan sari muhabbatim ortib, kecha-yu kunduz undan ajralmaydigan bo'lib qoldim. Bu sirni hatto birodarlarimdan ham yashirdim. Ular meni ko'ra olmay, molim uchun jonimga qasd qildilar. Necha vaqt uxlamay payimga tushdilar. Meni o'ldirib, molimga ega bo'lishga qaror qilgan ekanlar. Bir kech xotinim bilan uyquda yotgan chog'imizda ikkimizni ham ko'tarib suvga otdilar. Xotinim uyg'onib, bir seskandi-yu pariga aylandi-da, meni ko'tarib uchdi. Bir jaziraga olib borib tushirgach, o'zi ko'zdan g'oyib bo'ldi. Izoh: jazira, orol. Tong otgach qaytib kelib, men, dedi u mag'rur bir qiyofada, seni suvga g'arq bo'lib halok bo'lishdan qutqazgan xotining bo'laman. Men pariman. Seni ko'rib astoydil sevib qoldim. Odam suratiga kirib senga ko'rindim va dilimdagilarni aytdim. Sen ko'nib menga uylanding. Seni o'limdan qutqazdim. Ammo birodarlaring qilgan ishga g'azabim kelyapti. Ularni albatta o'ldiraman. Uning so'zlarini eshitgach taajjublandim. Qilgan ishidan sevindim. Lekin birodarlarim to'g'risidagi fikriga qarshi chiqib, ular haqidagi voqeani batafsil tushuntirdim. Ammo u o'z fikridan qaytmadi. Bugun ular kelayotgan kema ustiga uchib boraman-da, hammalarini ham g'arq qilaman, dedi u. Akalarimni halok qilmaslik to'g'risida har qancha iltimos qilmay baribir qarshilik ko'rsataverdi. Nihoyat meni ko'tarib uchdi. Eshigimiz yoniga kelib qo'ndik. Eshikni ochdim. Ko'milgan dinorlarni olib, yana avvalgidek savdoga mashg'ul bo'ldim. Kechqurun do'kondan qaytsam, hovlida 2 it bog'loqlik turibdi. Meni ko'rgach itlar barimni iskab, bizlarni qutqar degandek ingray boshladilar. Bu sirga hayron bo'lib turgan edim. Xotinim, bular sening birodarlaring, dedi. Ularni kim bu holga soldi, deb so'radim. Men, dedi xotinim. Bularni onamga yuborgan edim. Onam it suratiga kiritibdi. Bular endi 10 yildan so'ng o'z hollariga kelsalar ajab emas. Men bularni qutqazish maqsadida uning onasi tomon ketar edim. Shu yerga yetib kelgach, mana bu hamrohlarga yo'liqdim. Ular menga boy voqeasini so'zladilar. Nima bo'lar ekan deb keta olmay qoldim. Bu ajoyib hikoyang uchun, debdi jin. Jinoyatchining yana 3dan 1 qonidan kechdim. Shu payt Xachirli 3-chol oyoqqa turibdi. Xachirli chol hikoyasi. Agar, debdi u jinga qarab, jinoyatchining qolgan qonidan kechsang, ularning har ikkisidan ham ajibroq hikoya so'zlayman. Hikoyang ajib bo'lsa kechiraman, debdi jin. Ey jinlarning sultoni, debdi chol. Bu Xachir mening xotinim. U bilan safarga chiqdim. Rosa 1 yil uni yo'qotib qo'ydim. Safardan kechasi qaytib uyga kirsam, xotinim bir qora qo'l bilan bir o'rinda o'ynashib, kulishib yotibdi. Menga ko'zi tushgan hamon shoshib o'rnidan turdi. Suvlik qumg'on yaqiniga borib, bir nimalar deb pichirlagach menga qarab, bu suratdan chiqib it suratiga kir, dedi-da, suvni ustimga sochdi. O'sha zamonoq it suratiga kirdim. Keyin meni uydan haydab yubordi. Eshikdan chiqdim. Yura-yura bir qassob do'koniga yetdim. Do'konga kirib, so'ngak kemira boshladim. Qassob qaytarda meni o'zi bilan uyiga ola ketdi.
Qassobning qizi meni ko'rgach, yuzini o'girdi va otasiga, "Nega erkak kishini hovliga olib kirasiz?" deb do'q qildi. "Qani erkak?" deb so'radi otasi. "Bu it", dedi qiz. "Bir erkak kishi, xotini sehr qilib qo'yibdi. Men buni qutqarishga qodirman." Bu so'zni eshitgach, otasi yolvorib, qutqazishni iltimos qildi. Qiz suv solingan bir qumg'onni qo'liga oldi. Suvga qarab, allanimalarni pichirladi-da, suvni menga sepib, "Bu suratdan chiq, o'z holingga qayt", dedi. Men o'z holimga qaytib, uning qo'lini o'pdim. Qizdan xotinimni sehr qilishni o'tindim. Qiz menga biroz suv berib, uxlab yotganda sochsam, kutganimcha bo'lajagini anglatdi. Xotinimning uxlash vaqtini poylab, suvni sepdim-da, "Bu suratdan chiqib, Xachir suratiga kir", dedim. O'sha paytning o'zidayoq mana shu Xachir suratiga kirdi. "Ey jinlar podshohi ulug' sulton", debdi chol. Jin Xachirga qarab, "To'g'rimi?" deb so'rabdi. Xachir boshi bilan ishora qilib, to'g'riligini tasdiqlabdi. Chol so'zini to'xtatgach, jin zavqlanib kulibdi-da, boyning qolgan qonidan ham kechibdi. Shahrizod tong yorishganini payqab, hikoyani to'xtatdi. Singlisi hikoyaning ajibligini aytib, minnatdorlik bildirdi. "Shoh ruxsat etsalar o'lmay qolsam, davomi yana ham ajibroq", dedi Shahrizod. Bu qiziq. 3-trek. 3-kecha. Singlisi Dunyozod hikoyaning davomini so'radi. Shahrizod "Jonim bilan" deb so'z boshladi. "Ey saodatli shoh", dedi u. "Jin boyning qonidan kechgach, boy qariyalarga o'limdan qutqazganlar uchun hadsiz tashakkur bildiribdi. Har qaysilari o'z yurtlariga yo'l olibdilar. Lekin", dedi Shahrizod, "bu hikoyani baliqchi hikoyasi oldida qiziq deyilmasa ham bo'ladi." "Baliqchi hikoyasi qanday?" deb so'radi shoh. "Baliqchi bilan dev." "Ey marhamatli shoh", deb boshladi Shahrizod. "Qadim zamonda bir qari baliqchi yashar ekan. Uning 3 farzandi va xotini bo'lib, ular qashshoqlik bilan kun kechirar ekanlar. Baliqchi daryoga har kuni 4 marta to'r solib, nima ilinsa shu bilan qanoatlanar ekan. Har kungi odaticha u bir kun tush vaqtida daryo labiga boribdi. To'rni yozib suvga tashlabdi. Biroz kutgach, ko'tarib ko'rsa, to'r juda ham og'ir emish. Kuchi boricha harakat qilib tortib olmoqchi bo'libdi, ammo suvdan chiqarib ololmabdi. To'rning uchini bir toshga bostiribdi-yu, o'zi yalang'och bo'lib suvga tushibdi. Ko'p urinib, to'rni daryo labiga tortib chiqaribdi. Keyin suvdan chiqib qarasa, u narsa o'lgan eshak ekan. Shu ham o'lja bo'ldimi deb achinibdi. Eshakni to'rning ichidan olib tashlabdi-da, to'rni yoyib, yana suvga solibdi. Kutibdi. To'rni ko'tarib ko'rsa, oldingidan ham og'irroq emish. Baliqchi sevinganidan katta baliq bo'lsa kerak deb o'ylabdi. Yana yechinib suvga tushibdi. Qiyinchiliklar bilan o'ljani suv labiga olib chiqibdi. Qarasa, loy to'la bir xum ekan. Tabi xira bo'lib shunday debdi: "Darg'azab taqdir yumshal, qahrdan sanchmay tikan. Rizq istab chiqqan erdim, u tamom bo'lgan ekan." Xumni uloqtirib yuboribdi. Yana to'rni siqib, tozalab, 3-marta daryo labiga kelibdi. To'rni tashlabdi. Biroz kutibdi. Bir narsa ilingandek to'r og'irlashibdi. To'rni tortibdi. Qarasa, sopol, so'ngak va shisha siniqlari emish. Qayg'u alamga botibdi. Yuragi siqilibdi, osmonga qarab, "Ey Xudo", debdi. "Bilasanki, men 4 martagina to'r solaman. To'rni 3 marta daryoga tashladim, ammo hech narsa ilinmadi." Baliqchi 4-marta "Bismillah" deb to'rni yana tashlabdi. Biroz kutib turgandan keyin to'rni ko'taribdi. To'r yerga yopishganday og'ir emish. "Tavba" deb shu baytni o'qibdi.
bo'lsa gar turmush shu xilda doimo afsuskim, unda men qayg'u alamlar ostida har vaqt jim. Kiyimlarini yechib yana suvga tushibdi. Tushgan o'ljani arang olib chiqibdi. U narsa og'zi qalaylangan ko'za bo'lib, ichi nima bilandir to'la emish. Og'zining qalaylangan joyida Sulaymon payg'ambar uzugining naqshi bor emish. Buni ko'rib ovchi xursand bo'libdi. Buni miskarlarga sotsam 10 dinor oltinga olar deb chamalabdi. Avval ko'zani ochib, ichida nima borligini ko'rmoqchi bo'libdi. Yonidan pichog'ini sug'uribdi-da, ko'zi og'zidagi qalayni ko'chira boshlabdi. Ko'zaning og'zini yerga qaratib, ichidagilarni to'kish uchun silkitibdi. Lekin hech narsa tushmasdan ichidan burqsib tutun chiqa boshlabdi. Bir pasda yer va osmonni tutun bosib ketibdi. So'ngra tutun yig'ilib quyuqlashibdi. Bir aylanibdi-yu, dev tusiga kiribdi. Uning beso'noqay oyoqlari bahaybat bo'lib, bo'yi balandligidan boshi bulutga tegar emish. Og'zi o'pirilgan o'ra singari qo'rqinchli, tishi esa o'ynab chiqqan qirrali toshga o'xshar emish. Burun kataklari karnayga o'xshab, ko'zlari yonib turgan o't kabi qip-qizil cho'g' emish. Badanidagi hurpaygan tuklari uni yana ham mudhish bir tusga kiritganmish. Buni ko'rgan baliqchining jon poni chiqib, a'zoyi badani qaltiray boshlabdi. Qo'rqqanidan tishlari takkillab, ko'z oldi qorong'ilashganidan oldidagi yo'lni ko'ra olmay qolibdi. Dev baliqchini ko'rib, "Men seni hozir azoblab o'ldiraman" debdi. "Ey mal'un, seni suv ostidan quruqlikka chiqarib, zindondan qutqazdim. Endi meni nega o'ldirasan?" deb so'rabdi baliqchi. "Mening sarguzashtimni eshit" debdi dev baliqchiga xitob qilib. "So'zni qisqa qil" debdi ovchi. "Jonim halqumimga keldi." "Men" debdi dev so'z boshlab, "Morid devlaridan bo'laman." Izoh: Morid devlar toifasidan bir xili. Menga Sulaymon o'zining vaziri Osif ibn Burxiyoni yubordi. U meni mensimay zo'rlab keltirib Sulaymonga ro'baro qildi. Sulaymon mendan o'ziga itoat qilishni talab qildi. Men rad etdim. Rad javobini olgan Sulaymon shu ko'zani keltirishni buyurib, meni ko'zi ichiga joylatdi. Og'zini qalaylatib, jinlarga buyruq berdi. Ular meni daryo o'rtasiga tashlashdi. Daryo tagida 100 yil qolib ketdim. O'z-o'zimga kim meni shu balodan qutqarsa, umr bo'yi uning xizmatini qilay dedim. 100 yil o'tdi, lekin hech kim meni qutqazmadi. Yana 100 yil o'tdi. Qutqazgan kishiga boylik beray deb ahd qildim. Hech kim qutqazmadi. Nihoyat yana 100 yil o'tdi. Kimki meni qutqarsa 3 tilagini beraman deb qasam ichdim. Hech kim qutqazmadi. Bu holga sira chiday olmay g'azablandim. Meni kim qutqazsa o'ldiraman, lekin o'ldirishdan avval o'zidan qanday o'ldirishni so'rayman deb qasamyod qilgan edim. Sen meni o'limdan qutqazding, shuning uchun seni qanday qilib o'ldiray? Baliqchi devga iltimos qilibdi. Ammo dev qattiq turib, uni o'ldirajagini aytibdi. Baliqchi shu she'rni o'qibdi. Ularga onchinon qildik yaxshilik, ular bizga qildi eng yomon qiliq. Mujirning onasi Omirga o'xshab, bizga ham yomonlik qaytdi shekillik. Baliqchi o'zicha, u dev bo'lsa, men aqlli, sohibi tadbir inson bo'laman-u, uning makru hiylalaridan yengilsam, menga uyat emasmi deb o'ylabdi. Keyin devga qarab, o'limdan qutula olmasligimga astoydil ishondim. Ammo sendan bir narsani iltimos qilib so'rayman, rostini ayt. Bu ko'zaga qanday qilib sig'ding? Bunga bir qo'ling, loqal bir oyog'ingga ham sig'maydi-ku. Bu ishga juda hayronman debdi. Mening bu ko'zadan chiqqanligimga ishonmaysanmi? debdi baqirib dev. O'z ko'zim bilan ko'rmaguncha hech ham ishonmayman debdi baliqchi. Qissa shu yerga yetganda tong otdi.
Shahrizod hikoya aytishni to'xtatdi. 4-kecha. Ey saodatli shoh, deb so'z boshladi Shahrizod. Baliqchining so'zini eshitgan dev bir silkinibdi-da, tutunga aylanib hamma yoqqa yoyilibdi. Keyin asta-sekin ko'zaga tusha boshlabdi. Tutun tamom bo'lishi bilan baliqchi ko'zaning og'zini uzuk naqshli qalay qopqoq bilan berkitibdi. Devga qarab, "Xo'sh, endi qalaysan? Qanday o'lim bilan o'lasan?" deb qichqiribdi. "Men seni daryoga tashlayman-da, o'zim shu yerga imorat qurib, baliqchilar kelsa bu yerda odamxo'r dev bor, deb ularni qaytaraman" debdi. Dev o'zining aldanganligini bilib, "Men senga hazillashgan edim" deb tipirchilab ko'zidan chiqishga harakat qilibdi-yu, lekin chiqa olmabdi. "Ey devlarning olchog'i" debdi baliqchi. "Sen inson bilan o'ynashding. Endi ko'zaning ichida yotganing yotgan." Keyin u ko'zani daryo labiga keltiribdi. Nima uchundir dev "yo'q, yo'q" der, baliqchi esa "ha, ha" dermish. Nihoyat dev "Nima qilmoqchisan?" debdi mayin ovoz bilan. "Seni daryoga tashlayman. 800 yilmi, ortiqroqmi, o'lguningcha va o'lganingdan keyin ham suv ostida abadiy qolasan. Boshda meni qutqaz, o'zingga ham yaxshi bo'ladi. Meni o'ldirma, o'zing ham uzoq umr ko'rasan deb aytdim. So'zimga quloq solmading. Meni aldamoqchi bo'lding. Endi o'zing qo'lga tushding. Ikkovimizning ishimiz Yunon podshohining vaziri bilan Hakim Ro'yon voqeasiga o'xshashdir." "Xo'sh, Hakim Ro'yon voqeasi nimadan iborat?" deb so'rabdi dev. Yunon shoh, vazir va Hakim Ro'yon hikoyasi. Qadim zamonda Rum mamlakatining yerlarida Forslar shahrida bir podshoh yashagan ekan. Uning ismi Yunon shoh deb mashhur bo'lgan ekan. U benihoya badavlat bo'lib, bisotida har turli mol, qurol va har xil boyliklar ortiq darajada ko'p ekan. Uning badanida pes kasali bor ekan. Tabiblar, hakimlar uni davolashdan ojiz ekanlar. Unga qarshi ichadigan, suradigan, sepadigan biror dori qolmay hammasini ishlatilibdi-yu, ammo hech qaysisi foyda bermabdi. Yunon shohning shahriga qayoqdandir yoshi ulug' bir hakim kelgan ekan. Uni Ro'yon hakim deb atashar ekan. U olim kishi bo'lib, yunoncha, forscha, rumcha, arabcha, suryoncha tillarda gapirishga juda mohir ekan. Tib ilmi va ilmi nujumda olamda tengi yo'q ekan. U ilmlarning butun qoidalarini, barcha asoslarini to'la o'zlashtirib olgan ekan. Bu sohada nimalari foydali, nimalari zarar ekani bekamu ko'st bilar ekan. O'simliklarning turlarini ninasidan to ipigacha bilar. O'simliklar ildizi, tanasi, bargi uning oldida tilga kirar ekan. Falsafa ilmida ham hech kimdan qolishmas ekan. Turli kasalliklarni davolashda dong taratgan hakim ekan. Bir necha kundan keyin Hakim Ro'yon shoh voqeasini eshitdi. Uning kasalini hech kim davolay olmaganini bilibdi. Ertasi o'zining yaxshi kiyimlarini kiyib, shoh huzuriga kirib ta'zim qilibdi. Shohga doimiy davlat, bitmas tuganmas baxt saodat tilab duo qilib, o'zining tabib ekanini bildiribdi. "Men", debdi hakim, "tabiblar davolay olmagan bu kasalingizni davolash uchun keldim. Xohlasangiz hech narsa ichirmasdan, hech narsa surtmasdan davolayman." Yunon shoh bu so'zga taajjublanib hakimga: "Agar bu kasalimga davo topsang, buning evaziga katta mukofotlar beraman. Tilagan tilaklaringga yetkazaman. Bola chaqalaringga katta in'om, ehsonlar beraman. Seni o'zimga maslahatchi qilib, do'stlik munosabatida bo'laman" deb sarupo kiygizibdi, zo'r hurmat ko'rsatibdi. Shoh "Dori darmonsiz tuzatishing to'g'rimi?" deb yana so'rabdi. "To'g'ri, sizning badaningizga ozor bermay davolayman", debdi hakim. "Ey hakim", debdi shoh hayratlanib, "bu ishni qaysi soatda boshlaysan? Iloji bo'lsa tezlatish kerak."
Hakim bosh ustiga deb itoatkorlik bilan shoh huzuridan chiqibdi. Bir uyni ijaraga olib, kitoblarini, dori-darmonlarini, xushbo'y ildizlarni shu uyga tushiribdi. Ildiz va boshqa dorilardan o'rtasi kovak chavgon yasabdi. Unga mos kaptok ham ishlabdi. Izoh: chavgon, kaptok urib o'ynaydigan yog'och dasta. Bu ishlarni taxt qilib, ertasi ertalab shoh saroyiga tomon yo'l olibdi. Saroyga kirib, shoh huzurida ta'zim qilibdi. Shohni maydonga chiqib, chavgon o'ynashga taklif qilibdi. Shoh oldida amirlar, vazirlar va boshqa davlat arboblari bor ekan. Hakim o'tirmasdan shohga chavgon bilan kaptokni tutqazibdi-da debdi: "Chavgonning dastasidan ushlaysiz. Shu bilan kaptokni butun kuchingiz bilan urib o'ynaysiz. Kaptok ketidan chopib, yetgan yerda yana urasiz. Qo'llaringiz, badallaringizdan ter chiqquncha o'ynaysiz. Shunda dori kaftingizdan badaningizga tarqaladi. Ter chiqib, dori ta'sir qiladi, singib ketadi. Shundan keyin uyga qayting, hammomga kirib yuvining, darddan qutulasiz." Shoh darrov chavgonni qo'liga olibdi. Hakim aytgan usulda o'ynay boshlabdi. O'yinni kuzatib turgan hakim ter chiqqanini, dori badanga ta'sir qilganini sezibdi-da, darhol uyga qaytib, hammomga tushishni buyuribdi. Yunon shoh o'yinni to'xtatib, shoshilinch uyga yo'l olibdi. Hammomni boshqalardan bo'shatishga buyuribdi. Shoh hammomga tushibdi, yaxshilab yuvinib, kiyimlarini kiyib chiqibdi. Jayroniga minib, uyiga qaytib kelgach uxlabdi. Ro'yon hakim ham o'z uyiga kelibdi. Ertasi tong otgach shoh huzuriga yo'l olibdi. Saroyga kelib shoh huzuriga kirishga ruxsat so'rabdi. Shoh ruxsat bergach qasrga kirib ta'zim qilibdi. Shoh o'rnidan turib uni quchoqlab o'pibdi. O'z yonidan joy berib qimmatbaho saropolar kiydiribdi. Chunki shoh hammomdan chiqqach badanida peslik kasalidan asar ham qolmabdi. Badani oppoq kumush singari top toza bo'lib qolibdi. Shoh benihoya sevinibdi. Ko'kragi tog'dek ko'tarilib, olam ko'ziga ravshan bo'lib ko'rinibdi. Tong otgach shoh devonga kirib taxtga o'tiribdi. Davlat arboblari ham shoh huzuriga kirishibdi. Hakim ham kirib boribdi. Shoh hakimni ko'rgach o'rnidan turib o'z yonidan joy ko'rsatibdi. Darrov saroy dasturxoni yozilib, shoh hakim bilan birga ovqatlanibdi. Keyin u bilan suhbat qila boshlabdi. Kech kirgandan keyin shoh hakimga qimmatbaho saropolardan tashqari 2000 dinor pul beribdi. O'zining yo'rg'asiga mindirib uyiga kuzatibdi. Yunon shoh hakimning donoligiga qoyil qolibdi. Bir narsa ichirmay, surtmay, hakim badanimning tashqarisidan davoladi. Hikmat bundan ortiq bo'lmas. Shuning uchun bu kishiga har qancha in'om bersam oz. Hakimni doim o'zimga maslahatchi qilib foydalanishim kerak deb o'ylabdi. Kasaldan qutulganligi uchun shoh kechani benihoya shodlik bilan o'tkazibdi. Tong otgach yana birinchi kundagi ahvolning aynan o'zi takrorlanibdi. Faqat bu gal qimmatbaho saropo va bo'lak mukofotlar baravarida 1000 dinor pul ham beribdi. Hakim shohga minnatdorchilik bildirib uyiga qaytibdi. Tong otgach shoh har kungi odati bo'yicha devonga chiqibdi. Amirlar, vazirlar va boshqa devon arboblari shoh huzuriga yig'ilibdilar. Shohning nazari past, birovlarni ko'rgani ko'zi yo'q, qora yurak, och ko'z, baxil, birovlar gul taqsa, tikani unga qadaluvchi bir vaziri bor ekan. Shoh bilan hakim orasidagi bu do'stlikni ko'rib, uning ko'zlari qinidan chiqib ketibdi. Hakimga berilgan mukofotlar uning yuragiga otilgan o'q kabi qadalibdi. Bu qadar mehribonlikni izdan chiqarish uchun u har xil hiyla va nayranglar izlay boshlabdi. Hiyla va nayranglarni topish uchun kechalari uxlay olmabdi. Nihoyat
o'zicha hiyla ishlatishga kirishdi. Shoh huzuriga boribdi-da, uning qarshisida tiz cho'kib yer o'pibdi-da, "Ey asrimizning pushti panohi", debdi u. "Sen hammaga ehsonni behisob tarqatgan zot, senga muhim bir maslahatim bor. Agar aytmasam, qarshingda jinoyat qilgan bo'laman. Ma'qul bo'lsa so'zlayin", debdi. Hayajonga tushgan shoh g'azab bilan "Qanday maslahat?" deb so'rabdi. "Ey ulug' shoh", debdi vazir, "qadimgilar puxta mulohaza yuritmaganlarning kelajagi fojiali deganlar. Ko'rayapmanki, bugun shoh o'z dushmanini hurmat qilmoqda. Oyog'iga bolta urmoqchi bo'lgan kishiga izzat ikrom ko'rsatyapti. Unga eng yaqin do'stlaridek hadiyalar qilyapti. Men bu noto'g'ri harakatdan benihoya xaftaman." Shoh g'azabdan rangi oqarib, "Kim to'g'risida gapirayotirsan? Dushman bo'lgan kishiga yaxshilik qilayotgan kim ekan?" debdi. "Uxlagan bo'lsang ko'zingni och, ey shoh. Men Hakim Ro'yon haqida gapirayotirman. U mening jonajon do'stim. Nazarimda undan ko'ra hurmatliroq kishi yo'q. U meni hech kim tuzata olmagan darddan xalos qildi. Dunyoda o'zidan kuchli, o'zidan dono hakim yo'qligini amalda ko'rsatdi. Qaysi jur'at bilan sen shunday dono kishini qoralaysan? Men shu kundan boshlab unga har oyga 1000 dinor maosh tayinlayman. Haqiqatda esa unga mamlakatimizni bo'lib bersam ham kamlik qiladi. Shubhasiz bu so'zlarni sen hasad bilan aytayotirsan. Senga qo'shilishib hakimni o'ldirsam, shoh Sindbod singari pushaymon bo'lishim muqarrar." "Shoh Sindbod voqeasi hali xotiramdan ko'tarilganicha yo'q", debdi shoh achchiqlanib. "Sindbod voqeasini gapirib bersang", deb so'rabdi vazir. Qissa shu yerga yetganda tong otdi. Shahrizod hikoya aytishni to'xtatdi. "Ey saodatli shoh", deb so'z boshladi Shahrizod. Yunon 4-trek 5-kecha. Shoh Sindbod hikoyasi. Fors mamlakatida Sindbod nomli bir podshoh bor edi. U o'yin kulgini, ov ovlashni g'oyat sevardi. Uning tarbiyalangan bir tuyg'uni bor edi. Izoh. Tuyg'un, qarchig'ay. Kecha kunduz shoh uni qo'lidan qo'ymay saqlar edi. Ovga chiqsa, o'zi bilan olib ketardi. O'z vaqtida ovqatlanish va suvsamasligi uchun oltindan ishlangan nozik suvdonni bo'yniga osib qo'ygan edi. Bir kun shoh taxtda o'tirgan edi. Ov qushlariga qaraydigan xodim shoh oldiga kelib, ovga chiqish vaqti kelganligidan xabar berdi. Shoh hozirlik ko'rdi. Tuyg'unni qo'lga olib bir vodiyga yetib bordilar. To'rni yoydilar. To'rga bir ohu kelib kirdi. Shoh ohuni qochirgan kishiga o'lim jazosi berilishini e'lon qildi. Ovchilar 4 atrofni halqa qilib o'ray boshladilar. Birdan ohu shoh turgan tomonga kelib, hurmat qilganday ta'zim qildi-da, oldingi oyoqlarini ko'ksiga qo'yib, keyingi oyoqlari ustida tik turdi. Shoh boshini siladi. Shu onda ohu shohning boshi ustidan sakrab, sahroyu biyobon tomonga qarab qochdi. Shoh askarlarga qaraganida ularning ko'z qisishayotganlarini ko'rdi. Vaziriga qarab, "Askarlar nima deyapti?" deb so'radi. "Ular ohuni qochirgan kishi o'limga mahkum etiladi deyishyapti", dedi vazir. "Tanamda jonim bor ekan, uni topib keltirmaguncha qo'ymayman", dedi-da, shoh ohu ketidan quvib ketdi. Ohuni ko'rgach, tuyg'unni uchirdi. Tuyg'un ohu boshiga qo'nib, uning ko'zlarini cho'qiy boshladi. Hali tamoman ko'zini ko'r qilmasdan shoh yoy bilan otib ohuni yiqitdi. Borib bo'g'izladi. Terisini shilib, egar qoshiga osdi. Kun issiq, dashtda suv ko'rinmas edi. Shoh ham, ot ham tashna edi. Uzoqdan bir daraxt ko'rindi. Undan xuddi yog' singari suv tomib turardi. Shohning qo'li
ov qo'lqopi bilan band edi. Tuyg'unning bo'ynidagi suv idishini olib suv to'ldirdi. Shoh ichish oldida edi. Tuyg'un qanoti bilan ag'darib yubordi. Tuyg'un tashna bo'lsa kerak deb o'yladi shoh. Ikkinchi qayta to'ldirib tuyg'unga tutdi. Tuyg'un qanoti bilan yana ag'dardi. Shohning g'azabi keldi. Uchinchi gal to'ldirib otiga tutdi. Bu gal ham tuyg'un qanoti bilan suvni ag'dardi. Ey badbaxt qush, meni ham o'zingni ham otni ham suv ichishdan mahrum qilding, dedi-da qilichini qinidan sug'urib tuyg'unning qanotlarini qirqib tashladi. Shu vaqt tuyg'un boshini ko'tarib daraxt tepasiga ishorat qilganday bo'ldi. Shoh qarasa, daraxt ustida zaharli ilon bor ekan. Oqayotgan suv tomchisi esa uning zahari ekan. Shoh qilgan ishiga pushaymon bo'ldi. Ohuni oldi-yu otini minib yo'lga tushdi. Saroyga yetdi. Ohuni oshpazga berib qovurishga buyurdi. O'zi taxtiga chiqib o'tirdi. Tuyg'un qo'lida edi. U birdan qattiq qichqirib o'ldi. Shoh dod faryod qildi, chunki u o'zini o'limdan qutqazgan tuyg'unini o'ldirib, undan ajralgan edi. Shoh Sindbod hikoyasi shulardan iboratdir, debdi shoh. Vazir Yunon shoh hikoyasini eshitgach so'zga kiribdi. Ey ulug' shoh, ro'yon hakim hech kimga yomonlik qilganicha yo'q, men ham undan yomonlik ko'rmadim. Bu gaplarni men senga rahmim kelgani uchun aytayotirman. Buning to'g'riligini o'zing ham tezda bilib olarsan. Bo'lmasa podshohning o'g'liga hiyla qilgan vazir singari halok bo'larsan. U qanday bo'lgan edi? Deb so'rabdi shoh. Hiylakor vazir hikoyasi. Podshohlardan birining bir o'g'li bor edi. U nihoyatda ovga berilgan edi. Otasi vaziriga o'g'li borgan joyga birga borish va birga turishga farmon bergan edi. Kunlarning birida shahzoda ovga otlandi. Vazir ham unga yo'ldosh bo'ldi. Ikkovlari birga jo'nadilar. Vazirning ko'zi katta bir yovvoyi hayvonga tushdi. Shahzodaga uni ko'rsatib, "Ana o", dedi. Shahzoda uning ketidan chopib, bir necha daqiqadan keyin ko'zdan g'oyib bo'ldi. Yovvoyi hayvon sahroning bir burchiga biqindi. Shahzoda qayoqqa borishini bilmay yo'ldan adashdi. Birdan ko'l bo'yida yig'lab o'tirgan bir qizga ko'zi tushdi. "Kimsan?" deb so'radi shahzoda qizdan. "Hind shohlaridan birining qiziman. Biz bahor oylarida ketib borardik. Uyqu elitib otdan tushib qolibman. Qanday tushib qolganimni o'zim ham bilmayman. Hamrohlarimdan ajralib nima qilishimni bilmay o'tiribman", dedi qiz. Bu so'zni eshitgach, shahzodaning qizga rahmi keldi. Uni otining orqasiga mingashtirib yo'lga tushdi. Jazirama bir xaroba yonidan o'tayotganda qiz hojatga tushmoq istadi. Shahzoda uni tushirdi-yu bir muddat kutdi. Chiqavermagach izidan bordi. Qarasa, g'oyat badburush dev bolalariga qarab, "Bugun sizlarga juda semiz bir yigit keltirdim", dedi. "Tez keltiring, qornimiz och", deyishdi dev bolalari. Bu so'zni eshitib, shahzoda halok bo'lishiga ko'zi yetdi. Butun a'zosiga titroq kirdi. Vujudini qo'rqinch bosdi. Bilintirmay joyiga qaytdi. Dev chiqib, shahzodaning rangi o'chgan, titragan holda ko'rib, "Nega qo'rqayotirsan?" deb so'radi. "Mening dushmanim bor, shundan qo'rqayotirman", dedi shahzoda. "Shohning o'g'liman deysan-ku", dedi dev. "To'g'ri", dedi shahzoda. "Dushmanga biror narsa berib rozi qilsang qutulasan", dedi dev. "Yo'q", dedi shahzoda. "U molga rozi bo'lmaydi, unga jon kerak". Dev chetlangan edi. Shahzoda otga qamchi berdi. Omon eson uyga yetib keldi. Hodisani otasiga aytdi. Shu ondayoq shoh vazirni jallodga topshirdi. "Ey shoh, sen ham ro'yon hakimga ishonsang, u seni eng fojiali o'lim bilan halok qiladi", debdi vazir. "Seni
tashingdangina davolashga qodir bo'lgan hakim sezdirmay halok qilishga ham qodir. Nasihating to'g'ri, debdi shoh. Hakim meni o'ldirish uchun kelgan josus bo'lishi mumkin. Endi buning chorasi to'g'risida qanday maslahat berasan? Hozir uni chaqirtir, debdi vazir. Kelgach jallodga buyur, kallasini olsin. Shunda uning zararidan qutulasan, tinch nafas olasan. Shunda seni u aldamasdan ilgari sen uni aldagan bo'lasan. To'g'ri, debdi shoh va darhol hakimga kishi yuboribdi. Voqeadan bexabar bo'lgan hakim quvonib kelibdi-da, bir shoirning she'rini eslabdi. Karomat ko'rsatib olamga yoy bor fazlu hikmatni, bo'lak fazl ahli so'ngra fazlu hikmatdan ibo qilsin. Namoyish ayla adling ey shahanshohim bu olamga, hamma zulm ahlini qon yuttirib motam saro qilsin. Nazar sol obi rahmatdek ko'kartir dashtu sahroni, agar toshga nazar tashlar ekansan kimyo qilsin. Qorong'u kulbalarni adil nuri birla qil ravshan, adolat partavi tushganda olamni ziyo qilsin. Nima uchun chaqirganimni bilasanmi? Debdi shoh hakimga g'azab bilan. Yo'q, debdi ro'yon hakim. G'am-u g'ussadan qoch, yashash istasang, bo'lib o'tgan ishga kuyib bo'lma tang. Bugungi ishingdan bugun sen quvon, qilib ertani o'y bugun yutma qon. Bilimdon topib ayt butun mushkuling, u qay yo'lga yursa shu bo'lsin yo'ling. O'g'irlar aqlni hamma xom xayol, muyassar bo'lish bo'lmasa ehtimol. Yurib ehtimol ketidan g'am yema, muyassar emas bo'lsa so'z ham dema. O'zing bandai ojizu qisqa qo'l, yig'ishtir g'aming o'yna kul sen nuqul. Sening boshingni tanangdan judo qilish uchun chaqirtirdim, debdi shoh. Ro'yon hakim bu gapni eshitib hayratda qolibdi. Nima uchun meni o'ldirasan? Mendan nima gunoh o'tdi? Bilishimcha sen meni o'ldirish uchun kelgan josus ekansan. Shuning uchun meni aldamasingdan oldin seni o'ldirishga qaror berdim, debdi shoh va jallodni chaqiribdi. Bu makkorning kallasini ol, yomon niyatdan bizni xotirjam et. Meni tirik qoldir, Tangri senga umr beradi. Meni o'ldirma, Xudo seni o'ldiradi, debdi hakim. Shoh ko'nmabdi. Men seni o'ldirmaguncha qo'ymayman, chunki sen menga bir narsani ushlatib kasalimni davolading. Bas, bir narsa hidlatib yoki boshqa bir yo'l bilan o'ldirishingga ham so'z yo'q. Yaxshilikning mukofoti o'limmi ey shoh, debdi hakim. Kechiktirmasdan seni o'ldirishim kerak, debdi shoh. Hakim tirik qolishidan umidini uzib yig'labdi. Nomardga qilgan yaxshiliklarga achinib, quyidagilarni xayolidan o'tkazibdi. Jallod kelib uning ko'zlarini bog'labdi, qilichini yalang'ochlabdi. Hakim shu she'rni o'qibdi. Nasihat qilib bo'lmadim muhtaram, xiyonat qilib ba'zilar baxtiyor. Nasihatni qilmasga ichdim qasam, nasihat meni qildi bee'tibor. Nasihat yo'lidan yiroqroqqa qoch, kimiki qochar unga meni yor men. Nasihat qilur men yana noiloj, o'zim bu baloga giriftor men. Hakim shohdan kechirim so'rabdi, ammo shoh ko'nmabdi. Shundan so'ng hakim faryod qila boshlabdi. Shu payt shohning yaqinlaridan biri oyoqqa turib, Ro'yon hakim qonini bizlar uchun keching. Bu kishi barcha hakimlar ojiz bo'lgan kasalingizni davoladi. Sizga biron gunoh qilganini ko'rganingiz yo'q, deb yalinibdi. Sen, debdi shoh unga, bu hakimni nega o'ldirayotganimni anglamabsan. Agar men buni o'ldirmasam, o'zim halok bo'laman. Men o'ldirish uchun kelgan bunday josuslarni endi ko'rayotganim yo'q.
ey shoh, debdi hakim, modomiki o'lishim muqarrar ekan, menga muhlat ber, uyga boray, bolalar bilan, qo'shnilar bilan rozi rizolik tilashay, vasiyat qilay. Shu bilan birga shohlar xazinasiga loyiq qimmatbaho bir kitobim bor. Uni senga taqdim etay. Xazinang ziynati o'rnida saqla. Qanday kitob? Deb so'rabdi shoh. Unda shunday qimmatli narsalar borki, debdi hakim, ularni sanab bitirib bo'lmaydi. Uning fazilatlaridan kichkinasi shuki, mening boshimni kesgach, uning 3 varag'ini och, shu betdan 3 yo'l o'qi. Shu vaqtda kallam sen bilan so'zlasha boshlaydi. Nima so'rasang javob beradi. Shoh hayron bo'lib seskanib ketibdi. Kallang kesilgach, u men bilan so'zlashadimi, ey dono? Deb so'rabdi shoh. Ha, debdi hakim. Bu qiziq gap, debdi shoh va soqchi qo'shib hakimni uyiga jo'natibdi. Hakim uyiga boribdi. Shu kun uydagi ishlarni bitirib, ertasi kuni devonga boribdi. Amirlar, vazirlar va boshqa davlat arboblari to'planibdilar. Devon Guliston tusiga kiribdi. Hakim ham devonga kirib boribdi. Ikki yonida 2 soqchi qorovullik qilar ekan. Shoh huzuriga kelibdi. Qo'lida eski bir kitob bilan sopol idishda surmaga o'xshash bir narsa bor ekan. Hakim o'tiribdi-da, bir jom keltirishga buyuribdi. Jom keltiribdilar. Hakim jomga tekis qilib dori sepibdi. Shohga qarab, bu kitobni ol, lekin mening kallamni uzmaguncha kitobni ochma. Kallamni uzgach, shu jomga sol. Bo'ynimga mana bu dorini sep. Shunday qilsang qoni tiyiladi. Undan keyin kitobni och, debdi. Shoh hakimning kallasini kesishga buyurib, qo'liga kitobni olibdi. Jallod kallani tanasidan judo qilibdi. Keyin uni shoh jomga solibdi. Dorini surtgan ekan, qoni tiyilibdi. Hakim ko'zini ochibdi. Kitobni och, debdi u shohga. Shoh kitobni ocha boshlabdi. Lekin kitob varaqlari yopishib ketganidan ochilmabdi. Shoh barmoqlarini og'zining suv bilan ho'llab ochibdi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi varaqlarini ham og'zining suv bilan arang ochibdi. Shunday qilib shoh kitobning 6 sahifasini ochibdi. Lekin u hech qanday yozuv ko'rmay hayron bo'libdi. Bunda hech qanday yozuv yo'q-ku, debdi shoh hakimga. Yana bir necha varaq och, debdi hakim. Shoh yana 3 varaq ochibdi. Ozgina vaqt o'tmay podshoning butun badaniga zahar tarqalibdi. Chunki kitob zaharlangan ekan. Shoh voy-voylab, badanimni zahar qopladi deb baqiribdi. Hakim shu she'rni o'qibdi. Hokimlar zolimdir, yashay olmas ko'p, o'z zulmi yetadi uning boshiga. Zulm etib elga ko'p, surar davron xo'p, bir kun zahar tushar shirin oshiga. Ro'yon hakim so'zini bitirmay, shohning jonsiz gavdasi ag'darilib yerga tushibdi. Qissa shu yerga yetganda tong otdi. Shahrizod hikoya aytishni to'xtatdi. 6-kecha. Ey saodatli shoh, deb davom etdi Shahrizod. Shohning gavdasi yerga ag'darilib tushibdi. Seni qutqarar edim-u, ammo sen meni kechirish o'rniga o'ldirish fikrida bo'lding. Shuning uchun seni shu xumga qamab o'ldiraman, daryoga tashlayman, debdi baliqchi devga qarab. Ey baliqchi, deb so'z boshlabdi dev. Gunohim uchun qasos olma, meni qutqar. Men gunohkorman, sen karamli bo'l. Axir yomonlarning o'z qilmishlari o'zlariga balo degan maqol ham bor. Sen ham Umoma bilan Otikaning ishini qilma. Xo'sh, bunda ne ma'no bor, deb so'rabdi baliqchi. Meni qutqazmaguningcha bu ahvolda so'zlay olmayman, ovora bo'lma, debdi dev.
hech shubhasiz daryoga tashlanajaksan. Seni bo'shatishga hech iloj va yo'l yo'q. Men gunohsiz bo'lganim holda sendan so'randim, yalindim, yolvordim. Ammo sen menga o'lim tilading. Holbuki men senga yaxshilik qilgan edim. Suv ostidagi zindondan qutqazgan edim. Shunga qaramay, menga qilgan muomalang eng yomon ta'sir qoldirdi. Shuni bilginki, seni daryoga tashlayman. Seni tortib oluvchilarga orada bo'lib o'tgan qo'rqinchli voqealarni aytaman. To'sqinlik qilaman. O'lguningcha shu azobda qolib ketasan. Marhamat qil, debdi dev. Meni kechir. Endi men senga hech qanday yomonlik qilmayman. Doimiy davlatga erishishing uchun yordam qilaman. Baliqchi devning va'dasini puxtalabdi. Qutqazgach hech yomonlik qilmay, doim yaxshilik qilishga va'da olibdi. Ko'zaning og'zini ochgan ekan, tutun chiqibdi. Dev avvalgi holiga kiribdi-da, ko'zani tepib daryoga irg'itibdi. Bu harakatni ko'rgan baliqchi juda qo'rqibdi. O'lishiga ko'zi yetibdi. U o'zini biroz bosib olib debdi: "Ey dev, va'daga vafo qil. Meni aldamaslik haqida qasam ichgan eding. Men senga Hakim Ro'yonning shohga aytganlarini ham so'zlab berdim. Kechir meni." Dev kulibdi. "Mening orqamdan yur", debdi dev. Baliqchi qutulishga ishonmagan holda uning orqasidan boraveribdi. Tog' ustidagi tekislikka yetib borishibdi. Qarasa, u yerda bir ko'l bor emish. Dev ko'l tepasiga borib, baliqchini chaqiribdi. Baliqchi uning yoniga boribdi. Dev to'r tashlab ov qilishni buyuribdi. Baliqchi u yerda har turli oq, qizil, sariq baliqlarni ko'rgach, hayron bo'lib to'r solibdi. Ko'tarib qarasa, to'rga har xil rangli 4 baliq tushibdi. Baliqchi sevinibdi. "Bu baliqlarni", debdi dev, "olib borib sultonga taqdim qil. U seni yetarli boylik bilan mukofotlaydi. Meni kechir, yo'lni bilmayman. Chunki men necha 100 yildan beri shu dengizda hayot kechiraman. Yer ustini hozirgina ko'rib turibman." Dev bu ko'ldan faqatgina kuniga bir marotaba baliq ovlash kerak debdi-yu, baliqchidan uzr so'rab yerni tepibdi. Yer yorilib devni yutibdi. Baliqchi shaharga jo'nabdi. U dev bilan bo'lib o'tgan voqeadan hayratlangan holda uyiga yetib boribdi. Bir idishga suv to'ldirib, baliqlarni suvga solibdi. Devning so'ziga muvofiq baliqli idishni boshiga qo'yib, shoh o'rdasiga olib boribdi. Keyin shoh huzuriga kirib, baliqlarni taqdim qilibdi. Umrida bu xil rangli baliqlarni ko'rmagan shoh butunlay hayron bo'lib qolibdi. "Baliqlarni bundan 3 kun ilgari Rum shohi tomonidan tuhfa yo'sinda yuborilgan oshpazga topshiringlar, qovursin", debdi shoh. Hali u sinalmagan ham edi. Vazir baliqlarni oshpazga topshirar ekan debdi: "Bu baliqlar shohga keltirilgan ajoyib tortiq. San'atingiz, qobiliyatingizni ham shoh bugun aniqlaydi. Siz bu sinovga butun kuchingiz, butun hunaringizni sarf qilishingiz kerak." Shoh baliqchiga 400 dinor berishni buyuribdi. Vazir baliqchiga pulni topshiribdi. U suyunib yo'lga tushibdi. Yo'ldan oilasi uchun zarur narsalarni sotib olibdi. Xotinining oldiga borishga oshiqibdi. Oshpaz baliqni tozalab, tovaga solib qovuribdi. Bir tarafi qovurilgach, ikkinchi tomonini ag'daribdi. Shu payt birdan oshxona devori yorilibdi-da, qomatlari kelishgan, kulcha yuzli, lojivard atlas ko'ylak kiygan, qimmatbaho toshlar o'rnatilgan qo'ltiq tumorli, 2 bilagida maqtashga sazovor bo'larli bilaguzuk, barmoqlari lalu yoqut ko'zli uzuklar bilan bezatilgan, qo'lida esa Hindiston qamishidan nozik ishlangan kaltak ushlagan qiz paydo bo'libdi. U kaltak bilan tovani turtibdi-da, "Va'dangizni unutmadingizmi, ey baliqlar?" debdi. Izoh: lojivard, to'q havo rang. Bu ajoyib ahvolni ko'rib, oshpaz
hushidan ketib yiqilibdi. Qiz bu so'zni 2-3 qayta takrorlabdi. Bir baliq idishdan bosh ko'taribdi-da, "Ha" deb javob beribdi. Hammasi birdan shu baytni o'qishibdi. Sen va'dangda turmas bo'lsang, biz ham turmaymiz. Sen qaytsang o'z ahdingdan, biz ham yurmaymiz. Sen o'girsang yuzingni bizdan, biz ham hargiz sen sari yuzni burmaymiz. Shu vaqtning o'zida xotin tovani to'nkarib g'oyib bo'libdi. Devor ham oldingi holiga qaytibdi. Keyin oshpaz hushiga kelib ko'zini ochibdi. Qarasa, 4 ta baliq ham ko'mir singari qorayib kuygan emish. Attang, birinchi sinashgandayoq yaxshi bo'lmadi, deb o'zini o'zi koyibdi oshpaz. Shu payt vazir kirib kelibdi. Oshpazning tepasiga kelib, "Shohning balig'i qani?" deb so'rabdi. Oshpaz yig'lab voqeani birma-bir aytibdi. Vazir bu hodisadan taajjublanib baliqchiga kishi yuboribdi. Baliqchini keltirishibdi. "Ey baliqchi", debdi vazir, "yana o'shanday 4 ta baliq keltirishing kerak." Baliqchi ko'lga borib to'r solibdi. To'rni ko'targan ekan, qarasa 4 ta baliq tushibdi. Baliqni olib vazirga keltiribdi. Vazir oshpazga berib, "Qani mening oldimda qovurchi, bu hodisani o'z ko'zim bilan ko'ray", debdi. Oshpaz baliqni tovaga solib o't yoqibdi. Ko'p o'tmay devor yorilibdi. Devor oralig'idan yasangan bir qiz chiqib, qo'lidagi qamchi dasta bilan tovani turtibdi. "Va'dalaringda turibsizlarmi, ey baliqlar?" debdi qiz. Baliqlar boshlarini ko'tarib quyidagi baytni o'qibdilar. Sen va'dangda turmas bo'lsang, biz ham turmaymiz. Sen qaytsang o'z ahdingdan, biz ham yurmaymiz. Sen o'girsang yuzingni bizdan, biz ham hargiz sen sari yuzni burmaymiz. Baliqlardan bu so'zni eshitgan qiz tovani aylantirib g'oyib bo'libdi. Devor ham oldingi holiga qaytibdi. Shu vaqt vazir o'rnidan turibdi. Qissa